Xness'da qanday qilib yangi akkauntni bittadan limit pulcha qilsa bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Slayer Capital. Bugun qanday qilib yangi Xness akkauntni bittada unlimit pulchaga o'tkazishni ko'rib o'tamiz. Xo'p, buning uchun bizga kerak bo'ladigan mana unlimitga qo'yib oladigan bo'lsak, bizga aytayaptiki, mana sen birinchi 1200 da ishlaysan, keyin 10 ta pozitsiya ochib, ya'ni 5 slot, 10 ta pozitsiya 5 slot bo'lgandan keyin yoki 500 sent bo'lgandan keyin sen bemalol limitga o'ta olasan deyapti. Xo'p, bunga biz OK bosamiz va traderga o'ta olamiz. MetaTraderga o'tganimizdan keyin biz kerak bo'ladigan para bu mana JP 225 parasi bo'ladi. Xo'p, bunga kiramiz. Biz kirganimizdan keyin bizda mana turibdi. Bu yerda bemalol $20 ga ham, $30 ga ham sizlar bemalol bir lot ocha olasizlar. Buni eng minimalniy lotda bir lot bo'ladi. 1-2000 plyuchda ham bunda bemalol sizlar ochib tashlasangiz bo'ladi. Bir lotda. Xo'p, buni biz bir lotdan 10 ta ochib olamiz. Birinchi 10 ta ochib olganimizdan keyin ozgina plyus yoki minusga kirishini kutib ham turamiz. Ozgina plyus yoki minusga kirganidan keyin biz xudo xolasa bemalol yopib borsak bo'ladi, yopib borsak bo'ladi buni. Bundan qo'rqmasanglar bo'ladi, bemalol $20 ga bu 10 ta ochgan zelkanglar atiga 0.40 sent bo'ladi, ili shu $1 plyus yoki $1 minusda bemalol yopib borsanglar bo'ladi-da. Undan keyin sizlar Smela Xness'ga o'tib, o'zingizlarning shotinglarni, akkauntinglarni limitga bemalol